mana shu bo'rttirishsiz, mana shu saytdagi hammasini qilib chiqsanglar, Saber bemalol olasizlar. Ustoz, unaqa odam anaqasini ishtahasini ochib yubordingiz. Ha, lekin bu saytni tugatish oson emasda. Bu saytdagi Unda matnlar, uh, Advanced'da o'zidan shuncha matn bor. Juda ko'p bu yerda. Intermediate, upper intermediate'da dahshat matnlar bor. 7 sahifa. Buni o'qiydigani bor, videolisi ham bor. Juda ko'p. Zo'r ma'lumotlar yig'ilgan va hammasini tagida mashqlari bor. Uh, Keyin mana bu yoqda mana qavoidlarni ham berib ketgan. Pasti pasti tarjimasi ham bor. Agar inglizcha bilsanglar, mana bu yerda yana mashqlar bor. Natijani ko'rsatadi. Mana bu yerda inglizcha mufradotlarni ham berib qo'yadi lug'ati bilan. u. Shu- Bu hozir bitta kanalni o'zida shuncha narsani chiqarib beryapsizmi bizga? Ha, veb sahifani o'zida shuncha bor. Masalan, ingliz tili bilmasanglar, ha, arabchaga o'tkazib olsanglar bo'ladi. To'laligicha. Rus tilini bilsanglar, mana bu yerda rus tili yo'q ekan, afsuski. Ispan tili, turk tili, fransuz, ingliz ekan. Va Hmm. arab. Ingliz tilida tushunadiganlar bo'lsa, uni ham qilsa bo'ladi. Hop, bu yerda endi bu kurs sotiladigan kurslari, savol, bloglar, har xil endi qo'shimcha narsalar bor ekan bu yerda. Endi sizlarga kerakli narsa mana beginner, intermediate, advanced ko'rasizlar. Bo'ldi. Grammatikasi ham bor, lekin kam video bu yerda. Asosiysi mana shu. Sizlar endi elementary bilan intermediate ko'rsanglar yaxshi. Bu arabchasida mana mubtadi, at-tamhidi, u umuman kirish, al-mubtadi ul-adna, eng past mubtadi, al-mubtadi ul-a'la, yuqori mubtadi degani. Mutavassitul adna, mutavassitul a'la. Mutavassitul adnani o'zida 9 sahifa bo'lsa, 9 sahifada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. 30 ta 9 ga ko'paytirsangiz nechta bo'ladi? 270 ta. 270 ta maqolalar bor. O'shaning uchun mubolag'asiz aytyapman. Kamida bu yerda 300-400 ta bo'lmasa undan ham ko'p axborot chiqadi. Mana shu veb-saytni kim to'laligicha qilib chiqsa, haqiqatda kamida darajasi Sibirga ko'tariladi. Faqat puxta qilib chiqsa-da. Chunki bu yerda Ustoz, har xil mavzu berganlar bu. ochdim-da, mana Lenin Al Jazeera neti chiqdi. Mhm. Bu har doim mana shunaqa qilib kiramanmi linkdan yo o'zi shundoq saqlab qo'yadigani bormi? Ya shu link orqali kiraverasizlar har doim. Faqat shu link orqali kiramanda. Atak bundoq Mhm. o'zi a'zo bo'lib bizda mana Telegram sahifa turadi-ku, shunaqa emasmi demoqchiman. Yo, o'zingiz dasturingizdan qo'shib qo'ysangiz bo'ladi Google'dan. Yaxshi tushunadigan biror kishiga aytsangiz, masalan, tushuntirishadi. Mana shunaqa qilsangiz Bo'ldi. doimiy tarzda turadi. Yengillik kelib turadiganmi? Hmm. Bo'ldi, tushundim ustoz. Hop. Endi ha, yana yaxshi taraflari, mana masalan, audiosini sekin ochyapti. تكاد لا توجد مدينة إسبانية أو حتى عربية احتفت بوجهائها وعلمائها وشخصياتها الأدبية كما فعلت قرطبة. هنا في كل زاوية ستجد تمثالا أو حتى معلما وشخصية تحكي قصة الأندلس في قرطبة. Ha, ko'rganinglardek audio matn bilan birma-bir. Shunisi zo'r. Va mana bu yoqda har darsdagi iboralar bor. Bular ham zo'r, yaxshi iboralar. Va bu mana shu uslubda arab tilini o'rganishinglar bir ma'noda anavi miftah manhajlardan yaxshiroq deb ayta olaman. Nimaga desa, bu aynan shu zamonaviy e, hozirgi paytda ishlatilayotgan axborot materiallarida. To'g'ri, bular ham Hmm. eskirgan bir 5-10 yillik narsalar, lekin axborotni ichidagi narsalar
Bu lug'atlar sizga ko'p uchlaydi degani. Keyin mana buni talaffuzini ham eshityapsizlar. تكاد لا توجد مدينة إسبانية أو حتى عربية Tiniq emas. Mana shunaqa tiniq emas bo'lgan narsalarni ko'p eshitsanglar, quloq ham o'rganib qoladi ancha. Hop. Qatar shivasida gapiryapti ustoz. Har xil Misrnikiga ham tortadi, deyishlari masalan. Keyin yana Mm. zo'r tarafi bu veb sahifani mana bu yerda izharu tashkil desanglar ham bo'ladi. Hammasida yo'g'u, lekin shuni qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni harakatlarni qo'yib beradi. Ixfa ut tashkil desanglar harakatlarni olib tashlaydi. Tamam. Hop. Rahmat ustoz. Hmm. Mana shuni namuna sifatida qilib ko'ramiz. Hop. Lekin nega sekin ishlayotganini tushunmayapman. Hop, lug'atlarni ko'rib ketaylik. Al-Qaroviyyin nima degan ekan? Jam'u Qaroviyun. Ism emasmi ustoz bu? Yo, villagers debdi. O'sha qishloqdagilar degani. Qishloq aholisiga nisbatan ishlatiladi. Ha, Hop. Qur'ondan kelganda ustoz. Hmm. Tamam. Mumayyazatun. Nima ekan bu? Ajratilgan. Ajratilgan. Ajralib turadigan joyi o'zini. Hmm. Lil g'oyati. O'ziga Extremely debdi, juda degani. Lil g'oya hmm. degani. G'oyatda deydi-ku, g'oyatda chiroyli, g'oyatda zo'r deb aytadi-yu bizda. Hmm. Keyingisi as-sayru al-mashyu. Yurishmi? Ha, piyoda yurish. To walk debdi. Hop, tug'maru. Buni Qachon o'qiz ustoz? mana chap tarafda. Ha, voy. Mhm. Nima ekan? Tug'maru. Tug'maru. Yo'q, bilmam. Ag'mara yug'miru bo'lsa tug'maru. Being submerged debdi. Ingliz tilini bilmaysizlarmi? Juda bunaqa. Turkchani bilaman, ingliz tilidan xabarim yo'q hali. Qo'shib yuborilgan deganida. Hmm. Hop, jahizatun. Ha, jihozlangan. Tayyor. Tayyor. Ready. Hop, mavasim. Jam'u mavsim. Seasons. Ha, Reasons. Ha, fasllar. fasl. Fasllar, mavsumlar. Hmm. Hop. Yusodifu. Yusodifu. Coincidence deb qo'yibdi. With. Viz nima bilandir degani ustoz? Laysa hunaka al-musodafat deb anaqa aytadi-yu. Kung fu pandani ko'rganmisizlar? Ugway aytadi. Ha. Laysa Tasodiflar kana. tasodiflar bo'lmaydi Ha, deb aytadi. ha, Laysa hunaka al-musodafat. musodafa. Ha, Musodafa. sodafa yusodifu degani tasodifan Hmm. bo'lmoq degani. Hop, keyingisi tahtilu. Raining. Yomg'irlimi? Ha, Yomg'irmi? Yo, mhm. jala bu anaqami? Hatol jalayda bizada ustoz. Yomg'ir Qattiq quymoq yomg'ir. degan ma'noda ekan. Ha, qattig'ida. Hop, keyingisi ahlam, jam'u hulmun Tush ustoz. yoki Tush. tumuhun. Ha, Tushlarmi? tumuhun bilan hulmun bir-biriga nima ekan? Sinonim ekan. Sinonim ekan. Yaxshi. Shuruqu shams. Iborat Quyoshning expression. chiqishi. Sunrise debdi, quyosh chiqsa. Ha. La yata'ayyanu alayhi. Senga ayon bo'lmadi. Yoki senga tushuntirib bermadi, Ya, to'g'rimi? senga degani alayhi, ya. Ta'ayyana alayhi. Alayha unga. Mhm. Ziyoda Ta'ayyana yata'ayyanu bu yerda tayin qilishmi endi yoki aniqlab berishmi? majburiy bo'lmoq degan ma'noda o'zi. Ta'ayyana, tayin topdi degan. La yata'ayyanu alayhi degani unga majbur Unga. emas degan ma'noda. Ya'ni u Hmm. uchun shart emas. Shouldn't deb qo'yibdi bunda ham. Xo'p, keyingisi listihabihi. Mana shu li istihabihi deb o'qiymanmi yoki listihabihi deb o'qiymanmi? Bu nima? Listida. Buni. Lis. Listihabi. Listihabihi, chunki mana bu hamza qanday hamza?
kulliymi bu? Vasli, hamzatu vasl deyiladi. Voy, Vasli uzr. hamza. Vasli hamza ketgan. Vasli hamza bo'lgani uchun o'zidan Listihali. oldin harakat kelsa nima qiladi? O'qilmaydi. Listihabihi nima degani ekan? Kimgadir, unga nimadir ekanda, ustoz. Ha. Bu Listihabihi tupik himar uni olib istahaba degani o'zi sohibundan sherik qilib olmoq. Listihabihi olib ketish uchun. Tupik himar. ha, Hop, vajbatu iftor. Bu endi oson bo'lsa kerak. shu. زفترك ما Mhm. مشكلة. مهم. Ala matni qaribin. Qoribin endi yaqin. لماذا؟ Yo, Matn. yo, qarib yaqin. قيقني Qarib. قيق تعمل Qayiq, Ha, qarib degani qayiq degani. qayiq ustida. Mhm. Shunaqami? Mhm. Yaxshi. Ar-riyahul mavsimiyya. شمال nimalari Mavsumiy faslning shamollar. shamoli Mhm. mavsumning shamoli Mhm. Yaxshi. Li husnil haz. Hafz. Mana shuni ishlatsalar yaxshi ibora shu ham. Li husnil haz. Yuhnil hafz. Omadi yaxshi kelib, yaxshiyamki degan ma'noda. Yaxshiyamki, ha, luckily debdi-yu. Yaxshiyamki. Adatan ma odatda Odatda. odatda. Qani endi eshitamiz buni. Sizlarga ovoz boryaptimi? Aytvoringlar. Eshitilyaptimi? kelyapti. Nega unaqa ishlayapti? Ha, men bu yog'ini ham o'qib ketaylik-da. Jami'una ya'rifu kayfa takunu al-madrasa. Barchamiz maktab qanday bo'lishini bilamiz. Ta'awwadna az-zahaba ilayha kulla yawm. Ta'awuda degan tayyorlanish edi. Ya, adatuna ta'awwadna odatlanganmiz. Ha, Ta'awwadna odatlangan. az-zahaba ilayhi kulla yawm. Unga har kuni borishga nima qilganmiz? Odatlanganmiz. Odatlangan. Lekin هذه المدرسة مختلفة. Lekin bu madrasa Lekin boshqacha. Har xilda. boshli Boshqa. farqlanib turadi. فلا يذهب الطلاب إليها بل هي التي تأتي إليهم. Balki unga bolalar bormaydi, lekin u ularga keladi. To'g'rimi? Talabalar unga bormaydi, balki uni o'zi talabalarga kelar ekan. Tamam. Нет, audio nimada turibman, ochiq turibdi. Unaqa. Bangladeshdagi o'sha qorib degani qayiqni ustidagi dars qilish. Hop, istisnoiy madrasalardir. So'z bu fusqadami yoki hammasi har xil lahjadami? Fusha, aksari fusha. Agar sal-pal qo'shilib qolmasa, lekin fusha. Mhm. Nimaga bu yaxshi ishlamayapti? Men shuni tushunmayapman. مقاطعة بابنا في شمال غربي بنغلاديش. مقاطعة بابنا في شمال غربي بنغلاديش. Bangladeshni qayerda ekan? Shimoliy g'arbiy Shimoliy Shimalida. g'arbida muqotoat degan ajratilganmi? Yo, tuman emas. Shunaqa joy degan ma'noda. Shahar tuman. غير بعيدة عن خط الاستواء. غير بعيدة عن خط الاستواء. Xotti nima bo'la? Istiwa degan baland. Ekvatordami? Ekvator chizig'idan nima ekan? Ekvatordan unchalik uzoq emas deyapti. Unchada ham uzoqda emas ekan. Teng demaganmi istawa, ustoz? Ha? Teng emasmidi istawa? Istiwa un teng bo'lish degani. Endi xottul istiwa deb ekvatorga ishlatiladi. Значит, ekvator chizig'iga teng, ustida demoqchi ekanda. Uzoq bo'lmagan joyda. للعديد من القرويين هنا. بالنسبة إلى العديد من القرابيين هنا. Bu yerda ko'plab qishloq aholisi Bor. uchun
uchun hali tugamadi. Bin-nisbati ilal adim minal qarawiyyin huna. Bu yerdagi ko'plab qishloq aholisi uchun يبدأ اليوم مع شروق الشمس. yabda'ul yawm ma'a shuruqish shams. Quyosh chiqishi bilan kun boshlanadi. quyosh chiqishi bilan boshlanadi. Kun quyosh chiqishi bilan boshlanadi. كوثر حسين واحد منهم وهو في الصف Shulardan biri Husayn. Husayn wahidun Husayn minhum ulardan biri va huwa fi as-saffi ath-thalith. U 3-sinfda o'qiydi. sinfda o'qiydi. 3-sinfda ekan. الثالث ومدرسته مميزة للغاية. Va madrasatuhu mumayyazatun lil-ghaya. Uning madrasasi judayam anaqa ajralib turadi boshqacha. إذ لا يتعين عليه السير بعيدا للوصول إلى المدرسة. إذ لا يتعين عليه السير بعيدا للوصول إلى المدرسة. Çünkü Madrasaga maktabga yetishlik borishda uchun uzoq yurmaydi. Uzoq piyoda yurmaydi. boy Yurishi aytdik-ku, shart la emas. yata'ayyanu degani shart emas. إذ Ha, لا shart emas. يتعين عليه إذ degani chunki لا يتعين عليه u uchun shart emas as-sayru ba'idan uzoq Piyoda yurish yuradi. للوصول إلى المدرسة. madrasaga borish uchun uzoq yurish shart emas. فمدرسته تمر لاصطحابه في قريته. فمدرسته تمر لاصطحابه في قريته. uning maktabi O'z qishlog'idan o'tadi. qishlog'idan o'tadi. Uni olib ketish uchun madrasa qishlog'idan o'tadi. لكن أولا لديه وجبة إفطار لتناولها. لكن أولا lekin لديه وجبة إفطار u لتناولها. uchun Lekin avval unga u nonushta qiladi. لديه degani uni nonushtasi bor Nonuchtasi litanawuliha. bor. Avvalo u nima qilib olish kerak? Umumiy ma'no qilsanglar buni, lekin avvalo u nonushta qilib olish kerak deysizlar. Lug'aviy qilsa, lekin avvalan ladayhi vajbatu iftor, lekin avvalo unda nonushtasi bor Nonushta. litanawuliha, uni yeb olish uchun. أسرع سنتأخر عن المدرسة. أسرعي سنتأخر عن المدرسة. tezlash nimaga Tezlash. madrasaga kechikamiz. Maktabga geç qolamiz. nega asri emas, asri'i deyapti? Qiz bolaga aytyapti. Qiz bolaga. أنا جاهزة. Ana jahiza. Men tayyorman. Bu manimcha web sahifadan nimadir bo'lsa kerak. هناك 6 مواسم في بنغلاديش. هناك 6 مواسم في بنغلاديش. Bangladesh'te 6 fasıl var ekan. 6 fasıl var. الربيع، الصيف، الرياح الموسمية، الخريف، أواخر الخريف والشتاء. الربيع، الصيف، الرياح الموسمية، Bahor, الخريف، yoz, أواخر الخريف shamollar mavsumi Kuz yani kechki kuz mu qish? va yo'q, kuzning oxiri va qish. Demak, mavsumlar shunaqa ekan. Bahor, yoz, ar-riyahul mavsumiy o'sha shamollar, al-xarif bu kuz, avaxirul xarif oxiri kuzni oxiri, ash-shita keyin qish ekan. Hop. على الرغم من أن الوقت الآن يصادف الرياح الموسمية أو موسم الأمطار، إلا أن قطرة لم تهطل منذ أي o'tib ketib qoldi. Hop. على الرغم من أن الوقت الآن يصادف الرياح الموسمية أو موسم الأمطار. على الرغم qaramasdan degani. Qaramasdan أن Xo'p, الوقت orqadan الآن kelsak ustoz, anaqa yomg'irlar mavsumi va shamollar mavsumiga qaramay yoki أن shamollar الوقت mavsumiga الآن qaramasdan يصادف. Mana shuni aytishinglar kerak. hozirgi أن yilning الوقت vaqti الآن hozirgi يصادف. vaqt Demak, hozir videoga olayotgan paytini aytyapti. Hozir ar-riyahul mavsumiyya yoki mavsumul amtor, ya'ni yomg'irlar mavsumi bo'lishiga qaramasdan, sodafa degani shunga to'g'ri kelib qolganiga qaramasdan, موسم الأمطار، إلا أن قطرة لم تهطل منذ أيام. إلا أن قطرة لم تهطل منذ أيام. Lekin bir necha kunlardan buyon nima qilmabdi? Bir Tomchi tomchi ham tomchi bir tomchi yomg'ir bo'lmadi. yog'madi, deyapti.
Ha. Tumtiruni o'rniga masalan mana shu fe'lni ishlatsanglar bo'ladi-da. كطالة. Ha. والموسم أكثر جفافا من المعتاد. والموسم أكثر جفافا من المعتاد. جفافا قرقاقچiligiydi. موسم hozir mavsum أكثر جفافا من Odatdagidan المعتاد. quruqroq. Mu'tad odatdagidan ko'ra hozir ko'proq ekan. Hozir fasl مم. quruqroq. عندما تمطر السماء يصعد الماء إلى هنا. عندما تمطر السماء يصعد الماء إلى هنا. Qachonki osmon Yomg'ir bulutli yomg'irli bo'lganida yas'adul ma'u ila huna. Yomg'ir bu yerdan Bu yerga tushadi. ko'tariladi. Yas'adu يصعد الماء إلى هنا suv mana shu joygacha so'ada ko'tariladi. Ha. ko'tariladi. Yomg'ir yog'gan payti suv mana shu joygacha ko'tariladi deb ko'rsatadi. لحسن الحظ الطقس جيد ويمكننا العبور من هنا. ولحسن الحظ الطقس جيد ويمكننا العبور من هنا. Ana yaxshiyamki Ob-havo yaxshi. Jayid Yaxshiyamki ob-havo yumkinuna yaxshi. Va biz u yerdan aburu min huna. Biz bu yerdan o'ta olamiz. biz o'tishimiz mana shu mumkin. yerdan o'tishimiz mumkin deyapti. Mm. عادة ما تغمر الكثير من الطرق في موسم الأمطار. عادة ما تغمر الكثير من الطرق في موسم الأمطار. ko'pgina Odatda yo'llar yomg'irlar yomg'irli mavsumida nimasida, yo'l faslda suv ostida qoladi. Suv tagida qoladi. suv bilan qoplanib qoladi demoqchi. Suv. Mm. حيث يصبح مستحيلا على كوثر حيث يكون مستحيلا على الكوثر يصبح دبتا. كوثر حيث uchun mustahil nima degani? Anaqa mustahil oson emasmi do'stlar? Imkonsiz bo'lib qoladi. Imkonsiz. Voy, uzr. Imkonsiz bo'lib qoladi. مستحيلا على كوثر وبقية أطفال القرية. وبقية أطفال القرية Qishloqning boshqa bolalari boshqalar uchun الذهاب إلى مدرسة عادية. ila madrasatil aliya. الذهاب Oddiy- إلى مدرسة عادية. Oddiy maktabga borishadi. Madrasaga borish nima bo'lib qolar ekan? Oddiy bo'lib qoladi. Yo'q, anaqa dedi-ku, qiyin bo'lib qoladi. qiyin bo'lib qoladi. لذا تم بناء مدرسة شيديولاي على متن لذا تم بناء مدرسة شيبيولاي على متن قارب. shu tufayli nima qilindi? Shuning uchun Shiyba nimasini qayiq ustida qurilgan. Shiybyulay madrasasi matnil qorib qayiqni ustida nima qilindi? Qurildi. قارب. قلت لك أننا سنتأخر. قلت لك أننا سنتأخر. senga aytdim. jahl qotdi ana. لقد وصل البقية. لقد وصل البقية. Boshqalar yetib bordi. Kelib bo'pti mana hamma. Ertalab poliklinikaga borayotganda vaqtli borolmasangiz o'tirasiz yoki? لقد وصل. بسرعة أسرعي قبل أن تصل المدرسة. بسرعة أسرعي قبل أن تصل المدرسة. بسرعة أسرعي تزرع tezroq أسرعي tezlash قبل أن تصل المدرسة. ajoyib-da bu gapni eshitsangiz tashqaridan kelib hayron qolasiz. Ana mavzudan tashqari kelgan odam madrasa kelishdan oldin tezlash deyapti. Madrasa kelishdan oldinsa g'alati eshitiladi. Ham bechora qiz oxirgi navbatga turdi, lekin Kavsar pastga qarab ketdi, bilmadim men. في 8:30 O'rtaga qo'shilib oldi, ko'rding? من كل صباح تمر المدرسة العائمة في 8:30 من كل صباح تمر المدرسة العائمة. har kuni 7:30da. 7:30da. necha? 7 bo'lsa 7:30 bo'ladi. Voy, 8:30. Har kuni soat 8:30da ertalab Suzuvchi maktab yonidan o'tib ketadi. تمر المدرسة العائمة suzuvchi maktab o'tar ekan. تمر المدرسة العائمة لاصطحاب Aima suzuvchi degan. بكوثر وأصدقائه. Kavsar va uning o'rtoqlarini olib ketishlik uchun. لاصطحاب كوثر وأصدقائه. كوثر ودوستlarini olib ketish. يقف الفتيان والفتيات في طوابير منفصلة.
Mhm. Bola yigit nimalar, O'g'il bolalar qizlar va va qizlar bolalar alohida navbatga turishadi. في طوابير طوابير منفصلة ها alohida munfasila. alohida ajratilgan navbatlarda turishar ekan o'g'illar va qizlar. كما هو معتاد بين المسلمين الملتزمين. Xuddi bu multazimin degani lozim tutuvchi. Lozim Xo'p, tutuvchi musulmonlar orasida nima bo'lgan kabi? Odat bo'lgani kabidir. Odat bo'lar. Hmm. تأتي المدرسة إلى منزلنا مباشرة وتنتقل من قرية لأخرى. تأتي المدرسة إلى منزلنا مباشرة وتنتقل من قرية إلى أخرى. Maktab to'g'ridan to'g'ri bizni nimamizga, uyimizga keladi Hmm. va va qishloqdan qishloqqa ko'chib o'tadi. Qishloqdan qishloqqa yuradi. Taqilu ko'chib o'tish. Mhm. Ko'chib o'tadi. تأخذ الطلاب ولا تبدأ الدروس إلا حين يصبح الجميع على متنها. تأخذ الطلاب ولا تبدأ الدروس إلا حين يصبح الجميع على متنها. أنا بمسا. O'quvchilarni oladi va hamma qatnashmaguncha darsni boshlamar ekan. O'quvchilarni olib ketadi va darslar o'sha matniha degani qayoqqa ustida hamma bo'lmagunicha nima qilinmas ekan? Boshlanmaydi. Boshlanmas ekan. Faqatgina hamma kelgandan keyin boshlanadi. هذه المدرسة هي السبيل الوحيد لتحقيق أحلام. هذه المدرسة هي السبيل الوحيد لتحقيق أحلامنا. أحلام. خب بو مدرسة سبيل الوحيد لتحقيق الأحلامنا. أحلامنا تشيد تورما Orzu ma'nosida ishlatiladi. orzularimizni litahqiqi haqiqat bo'lishligi uchun Amalga bir oshirish. yo'ldir. Mana shu joyda qarang. Vahid bir, vahid yagona degani. Yagona yo'ldir. Bizni orzularimiz amalga oshishi uchun mana shu madrasa yagona yo'ldir deyapti. بهذه الطريقة يمكننا الوصول إلى الجامعة. بهذه الطريقة يمكننا الوصول إلى Shu الجامعة. yo'l bilan biz hammamiz yig'ilamiz, yetib kelamiz. Shunaqa. Yo, yetishimiz mumkin ilal jamia universitetga. Shu yo'l orqali biz mashalloh. universitetga bora olamiz. Ya'ni yaxshi o'qisa maktabda keyin universitetga jo'natishar ekanda. Mashalloh. يضم صف 28. يضم صفي 28 طلابا. 28 o'quvchi talaba sinfda jamlandi. يضم صفي 20 طالبا. طالبا. الفتيات إلى اليسار والفتيان إلى اليمين. الفتيات إلى اليسار والفتيان إلى اليمين. Qizlar Qizlar o'ng anaqada, tarafda, chapda, bolalar chapda. bolalar Teskarisi. Teskarisi. Qizlar chapda, bolalar. عادة ما يوضع الفتيان والفتيات هنا في فصول دراسية منفصلة. عادة ما يوضع الفتيان والفتيات هنا في فصول دراسية منفصلة. عادة nima qilinarkan? ajratiladi. Alohida Qizlar bilan o'g'il bolalar ajratilar ekan. alohida sinflarga ajratilar ekan. أما على القارب فيسمح لهم بالدراسة معا. أما على القارب فيسمح لهم بالدراسة Lekin nimada? Qayiqda esa birga o'qishga ruxsat berilar ekan. Qiziq, a? ha, rosa qiziq ekan. Endi shunaqa mavzular bu yerda ko'p. Anaqa ham, masalan, Miftahul Arabiyyada ham anaqadan olingan. Mana shu Al Jazeera, aynan shu sahifadan olingan bilmadim. Jaziradan oladi ular ham. O'zi yozib qo'yibdi ustoz oxirida anaqalarni. Maqtau Jazira deb qo'yadi, Al Jazeera. Al Jazeera web sahifasi deb qo'yadi. O'shaning uchun Miftah
boshqa kitoblarga qaraganda qiyin sanaladi. Manhajdan, e, lisandan, Miftah qiyinroq. Nega desa, u mana shunaqa asliy manbalardan oladi. Ho'p, bunisida mana mashqlar yo'q ekan, lekin qolganlarida mashqlari bor. Darajalarga qarab, o'zinglar kerakligidan qilsanglar bo'ladi va buni man tavsiya qilgan bo'lardim sheriklar bilan qilishni. Ham qiziq bo'ladi va yaxshi tarafi foydali ma'lumotlar ham ko'pda bu yerda. Masalan, mana xomsu nasoiha li nawmin murihin degan. Yaxshi o'qish uchun, rohatli uxlash uchun, to'g'rirog'i, 5 ta nasihat. مثلا يعد النوم المريح من ركائز أسلوب الحياة الصحي. Demak, yaxshi uyqu, mana shu murih o'zi anaqa deydi-ku bizda. Comfortable deydi-ku, mana bu yerda ham comfortable debdi. Qulay. Komfort uyqu. Endi o'zbek tilida qulay uyqu deyilmaydi. O'shaning uchun yaxshi uyqu yoki to'g'ri uyqu desak, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Yaxshi uyqu salomat, to'g'ri nima deydi buni? Sog' الحياة الصحية sog'lom hayot. sog'lom hayot deydi. Sog'lom hayot uslubining ustunlaridan biri sanaladi. شأنه في ذلك شأن التغذية السليمة والمواظبة على الرياضة. Qanaqa buni o'rni desa, mana shu uyquni o'rni xuddiki to'g'ri ovqatlanish va bardavom sport bilan shug'ullanishning o'rni kabidir. Umuman ishkallarni, tashkillarni yoqib qo'yishlar ham bo'ladi. ويمكن التمتع بنوم مريح من خلال اتباع تدابير سهلة منها. Va uyqu o'sha yaxshi uyqudan tamattu rohatlanish mumkin bo'ladi. Rohatlanish. Min xilali ittibai tadabiro sahlatin minha. Bir necha oson bo'lgan tadbirlar, ya'ni e, nima deydi, bajarilishi kerak bo'lgan narsalar orqali unga yetish mumkin deyapti. Birinchisi at-tahviyatul jayyidatu li ghurfatin nawm. Xonani nima qilish? تهويتي أنا قماس Havo undan. ها Yaxshi هوا مخطط. ventilation deb qo'yibdi. Ventilyatsiya deydi-ku. Havo almashinuvini yaxshi qilish uyqu xonasida. Ya'ni havoni almashtirib turish kerak, oynani ochib. Endi bizda ko'chadan ham yaxshi zo'r havo kirmaydi-yu, lekin o'zi almashtirib turish kerak baribir havoni. بحيث تتراوح درجة حرارتها بين 16 و 18 درجة مئوية. Hatto uni darajasi qancha bo'lishi kerak ekan? 16-18 grad oralig'ida. 16-18 gradus atrofida bo'lishi kerak ekan. Xo'p, akhdhu qistin min ar-rohati qabla an-nawm. Uxlashdan oldin nima qilish kerak ekan? Hech nima edi, anaqa emasmidi? Ulush degani. Uxlashdan oldin nima qilish kerak? Min ar-roha. Ozgina rohatni ulushini olish kerak. Xo'p, nima orqali bo'ladi desa, hop, tafadi al-a'mali al-manziliyyati qabla an-nawm. Uxlashdan oldin yurishlardan ketish, qochish Ha, emas. Yo'q, Kutib olish. uyquga ozgina vaqtdan oldin emasmi? Qubayla shu manaqami tushunish. Uyquni oldidanoq uy ishlaridan nima qilish? Qutulib olish. Tufadi. Tafadi degani o'sha fada yufadi fe'lidan bu. Qilib olmoq, qutulmoq degan ma'noda. Tajannubu istikhdamil ajhizatil elektroniyya. Tajannub degani anu inkor qilish degan ma'noda. Tajannub anaqa janibdan-da bu. Chetga olish degani, ya'ni tiyilish. Yonboshga olish degani ekanda. O'zi yonboshga emas, mana janibun o'zi chet degani-ku. Chetlashish. Chetlashish deymiz. Ya'ni bundan tiyilish. Chetlashmi, foydalanishdan Elektron jihozlarni ishlatishdan chetlashish. O'rtacha 2 soat oldin deyishadi. Men Ronaldo haqida anaqa bor edi, hujjatli film. O'shani ko'rgandim. Ulardan zo'r foydalar bo'ladi. Ular million pullarni sarflaydi doktorlariga.
2 soat oldin anaqa qilmas ekan, elektron jihozlardan umuman foydalanmas ekan, hatto kitob ham degan ekan. Endi bilmadim unisini. O'shanda adashmasam Lekin kitob to'g'ri ham ustoz. degdi, chunki kitob ham toliqtirar ekan. Shu jihatdan qaragan u. Televizor 2 soat oldin hech narsa bo'lishi kerak emasdi. Keyingisi uxlashda, aha, shuncha million pul sarflab keyin o'rgangan ekan. Uxlashda e, biz sunnatga muvofiq o'ng tarafdan uxlaymiz-ku. Ana shu uxlash eng sog'lom uxlash. Ya'ni bola onani qornida qanday uxlasa, oyog'ini sal teparoq ko'tarib o'ng tarafdan. Xuddi shunaqa uxlash yaxshi qilar ekan. Yurek chap tomonga bo'lmaydi-da ustoz. Yurak Ha, borda chap anaqa. tomonda bo'lsa yurakni bosib qo'yadi og'irligi uchun. Yo, o'zi Shunaqa. ham o'ng tarafda yotib, ham o'sha oyoqni sal ko'tarib oladi-ku. Chaqaloq ona qornida qanday yotsa. O'shanaqa Hmm. shunaqa deb ko'rgan ekan. Xo'p, Yaxshi. keyingisi ashaun xafifun. Yengil nima? Yengil kechqurungi Kechki yengil qilib. ovqatni. Adamu tanawuli kamiyatin kabiratin aw wajabatin thaqilatin fil asha. Kechki ovqatda og'ir ovqatlar bo'lmasin yoki katta Va miqdor bo'lmasin. tarkib. Hmm. ممارسة الرياضة باعتدال. Sport bilan Bi'tidal nima me'yorda bo'ladi? me'yordami beotida Mo'tadil so'zi shundan kelib chiqdi. I'tadala. Ha. ham Endi mashqini qaranglar mana. Maza qilib o'qishsa bunda. Ma yanbag'il qiyamu bihi. Nima qilish kerak? Hop. Ma yanbag'i tajannubuhu. Nimadan tiyilish kerak? Hmm? Qiyamu unga rioya qilishmidi? Yo, Uni qiyam qilishlik. bajarish kerak. Qoma bi bo'lsa, nimadir qilmoq, e, Hmm. tajannub undan chetlash. Axzu qistin minar rohati. Ozgina rohat olish. Bu anaqaga kirardi. Qiyamu bihga kirardi. Yaxshi. Mana shunday qilib o'tkazamiz. Al-a'malul manziliyya. Bu ham anaqaga qiyamu bih. Qiyamu bihda keldimi bu? Aytdi-yu, anaqalar tugatib olishingiz nimasi kerak. kerak? Tugatishingiz kerak, xoli bo'lishingiz kerak. Amalul manziliyadan Yo'q, dedi-ku. qutulish degani qilmang demoqchi-da. Ano, e, Tafi. nima deydi? Dam oladigan paytingizni oldidanoq ish qilmang. Masalan, ba'zilar ayollar Tamam. idish yuvib, yig'ishtirib, polartib bitada yotib yuboradi-yu, unaqa emas ekanda. Uxlashdan Tamam. oldinoq qilish kerak emas demoqchi. Unda Ha, tajannubga kiradi. tajannubiy. Keyingisi tahviyatul g'urfati jayyidan. Bu Qiyamubiy. qiyamga kiradi. Al-ajhizatul elektroniyya. Tajhizi Tajannubga kiradi bu. Mana tajannub. 100% topdinglar. Mana bo'lmasa. Ikkinchisi at-taghdhiyatu salimatu juz'un min uslubil hayati sihhiy. To'g'ri ovqatlanish, to'g'ri hayotni, ya'ni sog'lom hayotni nima deydi? Uslubidan bir juzdir. Bir qismidir demoqchi. Savob. Savobmi, xatomi? Savob. Savob. Yaxshi. النوم المريح جزء هام من أسلوب الحياة الصحي. muhim qismi deyapti sog'lom hayotdan. An-nawmul murih. Savob bo'ladi. Savob. Tanawulu asha'in khafifin yusa'idu 'ala an-nawmil hadi. Xotirjam uxlashga yordam beradi. Yengil Savob bu ham ovqat ustoz. yeyish uxlashdan. Xo'p. القيام بالأعمال manzili yusa'idu 'ala an-nawmil hadi. Xotirjam uxlashga yordam beradi. Uy ishlarini qilishlik. Xato. Xato, charchatib qo'yadi-ku. Hop, istihdamul ajhizatil elektroniyati yusaidu alan nawm. Elektron jihozlar uxlashga yordam beradi. Xato. Xato. Xato bo'lar ekan. Qani endi result qilaylikchi. Ana 100% topishlar yana. Mana bo'lmasa. Uchinchi mashq. Uchinchi mashqi. Qabla an-nawmi yanbaghi tajannubu birinchisida al-akli al-khafif, al-asha'i al-khafif aw wajabati thaqila. Qaysi biridan? الوجبات الثقيلة. og'ir ovqatlardan. Yanbag'i tavfiru tahviyatin jayyidatin. Tavfir degani nima qilish, mavjud bo'lmoq degani. Mavjud edi, mavjud edi. Demak, yaxshi havo almashinuvini qilishlik lozim demoqchi. Qayerda? Fi g'urfati. Nawm. Fi vajbatil asha, kechki ovqatda yoki fi ajhizatil manzil.
birinchisi في غرفة في النوم. غرفة النوم. الأعمال المنزلية قبل النوم ينبغي القيام بها، ينبغي ممارستها، ينبغي تفاديها. Uchinchisi تفاديها. Tafaddi tafadiyha. o'sha chetlanish, undan qutulish, qilmaslik degan ma'noda ekanda. Fido qilish bor-ku, shundan chiqadi o'zi. Min rakaizi uslubil hayati sihiy, sog'lom hayotni uslublarini, ustunlaridan al-muvozabatu ala nam, uyquga bardavom bo'lish, al-muvozabatu ala riyaz, sportga bardavom bo'lish, al-muvozabatu ala al-asha, birinchisi kelyaptida anaqa. sportga. Shuni Sport. sport. Ikkinchisi narsa Va ikkinchisi sportga bo'ladi, to'g'ri. Hmm. Al-muvozabatu ala riyada bo'ladi. Xo'p, keyingisi qobla nawm yanbaghi akhdhu qistin min al-manzil min ar-roha min ar-riyada. من Nimadan? الراحة. Min ar-roha. Savol, qanaqa uxlashdan oldin dam olish kerak? 100% ليش to'g'ri. تخلص؟ Ha, chunkicha ba'zi bir paytda o'tayam charchab ketsangiz ham uxlamaysiz-da. Shunaqa. Qattiq charchab ketsangiz ham uyqu bo'lmaydi. O'shaning uchun ozgina xotirjamlik bo'lishi kerak ekan. Ishlab turib uxlash o'shaning uchun qiyin ekan. Chunki yurak ham dukullab urayotgan bo'ladi-da. Shunga bo'lmaydi. Hop. Al-a'malul bir-biriga muvofiqlashtirishimiz kerak. Al-a'malul Manziliya. manziliyya. At-taghziyatu سالمية. salima. Hmm. Ghurfatu نوم. nawm. Mumarasatu Riyod. رياضة. riyada. Ana. Yana to'rt topdilar. Endi likay tatamatta'a binawmin yozish kerak bu yoqqa. Uyqudan anaqa rohat olish Qanday uchun uyqu? Qanday uyqu? Binawmin murihin مريح. deydi. Aha. احرص على أخذ قسط من الراحة. من الراحة. راحة ulushingizni oling. قبل النوم وعلى نمدر غرفتك جيدا. آه. تهوية ما اسمه. تحفيز. وعلى تهوية غرفتك جيدا وتجنب استخدام إلكترون. أجهزة الإلكترونية. أدوات إلكترونية. أجهزة الإلكترونية. شنو keldim? Mana bu yerda nima qolib ketdi? Xato bo'lyapti. Nimasi xato? Min bo'lishi kerak emasmi? Yo'q. Ala bormidi, min bormidi? Alif lam qolib ketgan, ha? Al-ajhi. استخدام La. Alif lam qolib ketdi. Ajhizatil elektroniya. Endi to'g'ri. Ay. Hop. استخدم الكلمات التالية في جملة صحية. تغذية keyin riyado debdi. Ham bu yerda endi jumla yozing deb turibdi. Uni tekshiradigani ham yo'q menimcha. Bu endi o'zinglar yozib qo'yaverasizlar. Hop. Shunaqa qilib bemalol darajangizni sevirib tursangiz bo'ladi.